Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum Abdulhakim Baqi Iltabir akimiz yozgan, Uyg'urlarning ma'naviy onasi bo'lgan Rabiya Qodir xonimning hayot qismatlari putilgan O'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Sidiq hojining xizmati asliga kelib, Urumchi Ma'rif institutiga ishga tushganligi, Rabiya xonimning ishkirdan raq va Yaqut ko'z qatorliqlarni chiqib tijoratni davomlashtirgan yerlarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Rabiya xonim bu qitim Urumchiga yig'ilib qolgan bug'u mungizi bilan bo'ka mungizining hammasini setib olib, bir necha cho'ng qora sumkalarga qachilab, Guangzhouga qarab yo'lga chiqdi. Malni o'tkazib o'tib, kechidan tong otqicha pulni sanab edi, qo'liga tekkan pul naq 1.900.000 so'mdan ortiqroq chiqdi. Bu oz pul emas edi. Şu çağlarda Uyg'urlar orasida emas, hatto xeyli cho'ng magazin, hukumat shirkatlarining millionlik sarmoyasi yo'q edi. Agar Rabiya xonim sodisini to'xtatib, pullarini elib Urumchiga qaytib ketsa, bu pul bilan bolalarini umr bo'yi xotirjam boqolaydi. Qulung yetmasa darg'a isil degan maqol Rabiya xonimga o'xshash tijoratchilarning tavakkulchilik dasturi edi. Rabiya xonim pullarni sumkalarga qachilab, shu chaqlarda chet elning eng isil mollari kiradigan Shantu degan portga yetib keldi. 2 milliondek puliga hukumatning rasmiyatlarini bejerib, boj to'lab, talon ilib, har turlik nilonraq, soat, un olg'u qatorliqlarni setib olib, bir avtomobilni kiroladi. Avtomobilga Uyg'ur savdogarlardan 27 kishining jami 5 million so'mlik melini bosdi. Hökumətning talon rəsmiyyətləri bilan yo'lga chiqqan avtomobil Kayfang shahriga kelganda, u yerning savdo sanoat ma'muriy boshqarish xodimlari avtomobilni to'sib oldi. Rabiya va boshqa savdogarlar kelib, har qancha tushundirgan hamda qonuniy talon rasmiyatlarini ko'rsatgan bo'lsa-mu, ular hammasini yolg'onga chiqarib, tap tortmasdan 5 million molni musodara qilib oldi. Bu ish savdogarlarga bak og'ir keldi. Nurg'unlari barliq dasmoyisidan ayrilib, kalisi ilishib qolgandek bo'lib qoldi. Bir yosh bola tatqizib qo'ygan 300.000 so'mlik mili uchun va nohaqchiliklar uchun chidamay, yig'lab qon qusvatdi. Rabiya xonim bo'lsa talishib tang kelolmagandan keyin bu ishni xiyoliga keltirmay, g'ingshib naqshisini aytib taloq chiqib ketdi. Hamda kelmagan talayda onangning haqqi bormi? dedi qarab turgan sheriklariga. Rabiya xonim shu kunila hech ikkilanmasdan kaynaginib Shoxaga yetib keldi. Elchislar tunish birsidan 60 so'm qarz olib, 30 so'mga qozon, qochqumi setib oldi. Un, may, ko'ktat akirib o'xshitib suyuqosh etdi. U 5 cho'ng china suyuqoshni yog'och patnosga qator tizib, binoning oldida o'ltirishgan Uyg'urlarning qishiga ko'tarib ilib chiqdi va bir chinisini 3 so'mdan sotdi. Shu kuni u bir kun ichida suyuqosh setib 120 so'm kirim qildi. Ertasidan boshlab polo lag'manlarni pishirib setib, pulini 500 so'mga yetkazdi. Bir necha kundan keyin ijaraga ilib o'tirgan uyning egisidan ruxsat ilib, qo'riga qattiq qishdan tunur yasidi. Ertasidan boshlab o'xshagan samsining puruqi ko'chini bir oldi. Uyg'urlarning mazillik samsisiga tibatlik savdogarlarla emas, atrofdagi Xitoy aholilari kunib ketdi. Shunda qilib Rabiya xonim 2 oydan ortiq vaqt ichida 10.000 so'mga yaqin pulni qatlab yonchuqiga soldi-da, do'konga yugurib, yangi chiqqan rangdor raqlardan setib olib, Urumchiga to'shidi. Cho'ng ishlardan, xatarlik mollardan, tavakkul atkazchiliklardan cho'ng foyda olg'ili bo'lsa-mu, oxirgi hisobda hammasi yo'q bo'lganligini pamlagan Rabiya xonim endi u ishlardan qo'l uzib, raxit tijoratiga kirishib ketdi. Afsuski, yanala suning so'g'i ketdi, qoldi qatiqning olti puli degandek naq mol hukumatning musodirasida yo'q bo'lib, Rabiya xonim yanala quruq qo'l salpiyib uyiga qaytib keldi. Xitoy tijoratchilari hukumatning katta boshlari bilan gapini bir qilib olib, rosa pul topqili bo'ladigan bu paytlarda Uyg'urlarning savdosi xuddi mo'zayning yugurishi samonliqcha degandek faqatla qirdan osholmaydi. Ko'zga ko'rinmaydigan bir qora qo'l har doim pul topgan Uyg'urning ko'ziga to'pi chechib, topgan targinini bir to'kmat bilanla hukumatning cho'ntikiga solatdi. Shu mezgilda otushiq tijoratchi bolalarning hech shabsiz yo'qolib ketdi.
Xeyli çoğ mansabdagi Uyg'ur amaldorlar oraga kirib surishtirib baqqan bo'lsa-mu, izlarikini olg'ili bo'lmadi. Döngörük bozoridan Xon Tangri sarayıgacha. Ürümchidagi Döngörük soda bozori Uyg'urlarning tijorat markazi hisoblanadi. Bu bozor aslida hukumatning 3 qavatlik soda sarayi nomida tijorat boshlagan rayon bo'lib, 60-yillardan keyin bu soda sarayining atrofida Uyg'urlar asta-asta yang ichida soda qilib yoki hukumatning normalik biletlarini va atkazmonlarni elib setib tijoratni tirildirgan. Bu bozorda to'xu sutidan boshqa hamma narsa topiladi degan so'z shu chaqlarda tarqalgan. 80-yillargacha Döngörük soda sarayining oldidan Bog'da ko'chasining chiqadigan yo'li, ya'ni 1-yo'l bilan 7-yo'lning tutashtiradigan ko'cha, avtomobil va kishilar qatnaydigan ochiq yo'l edi. Rabia Qadir xonim Shanxaydan quruq qo'l qaytib kelgandan keyin bir necha kun dam ilibla Sidiq hojidan olgan 60 so'mni yanchiqqa silib Döngörükka keldi. U ko'cha do'qmishidagi Otxon zargarning do'koni oldida yo'l bo'yiga bir taxtini qo'yib, ustiga emizgilarni tizib setayotgan Muhammad Yakan degan kishiga ko'zi tushdi. Ajaba dedi Rabia xonim o'z-o'ziga. Do'kon setib oladigan yoki ijara oladigan pulim bo'lmagandan keyin menmu mush yo'l bo'yiga biror rasta ossam, xalq nima der? Hukumat nima der? U shu kunila bir kona yog'och karvatni setib olib, yo'l bo'yidagi choyxonaning yeniga qo'ydida yingnayib degandek charchi mollarni setib olib tizdi. Bu ko'cha shu chaqlarda Urumchidagi eng cho'ng soda sarayi hisoblanadigan Döngörük soda sarayiga kelgan xaridorlar o'tadigan yo'l usti bo'lg'achqa, hukumat do'konlarida topilmaydigan targ'oq, suzgich, o'tik meyi, qulub, chaqmoq, yingnayib degandek mollar ittik setilatdi. Rabia xonim rastiga bara-bara yog'liq, kiyim-kechak qatorliq qilin mollarni soldi. Puli 700 so'm bo'lganda har xil raxtlarni tizdi. 2-3 kundan keyinla uning yeniga Maramnisa ismli bir cho'kan karvat qo'ygan edi. Birer oy ichida do'rab karvat qo'yib savdo qilganlarning soni 7-8 ga yetib, bu yerda tabiiy holda bozor shakllanishga boshladi. Kishilar izlab topolmagan narsalarni bu bozordan topadigan bo'ldi. Rabia xonim bir necha kun tijorat qilgandan keyin shaharlik savdo sanoat ma'muriy boshqarish idorasiga berib, Jumatay degan mas'ulni tepib, Döngörükda savdo bozori ichish talabini o'ttirga qo'ydi. Nima ish qilishni bilmay turgan bu idora sherik bo'lish sharti bilan bozor yasashga qo'shildi. Rabia xonim savdoni boshlagandan beri har kuni mollarini yig'ishtirib, so'mkalarga qachilab elib ketadi va atsi atdiganda yana ko'tarib kelib savdosini boshlaydi. Bu jarayonda baq qiynaladi. Agar bu yerda savdo bozori ichilsa, qator-qator qo'yiladigan rastlarning ostiga temir sanduq yasitib, mollarni shu yerda quluplab saqlag'ili bo'ladi. Bundaq bozorni Rabia xonim Xitoy shaharlarida ko'rgan edi. Shunda qilib, bu ko'cha avtomobillar uchun to'sib etildi. Ko'chaning ikki tarafi temir jihozlar bilan to'silib usti yepildi. Ikki yoqqa qatorilib kichik do'kon rastlari yasaldi. Har bir rasta uchun 200 so'm zakolat pul elindi. Tizimlatib pul topshirganlar 200 ni oshdi. Demak, bu bozorni yasash uchun yetarli sarmoya yig'ildi. Ko'chaning dastlabki og'ziga milish molchilar uchun, ondan charchim mol, rax kiyim sotquchilar uchun, ikki yoqda gilamchilar, oshxona, satrashxonlar uchun joy ajratildi. Shunda qilib bir qancha yuz Uyg'ur tijoratchi o'rinlashgan Döngörük soda bozori Viviska isib rasmiy qonuniy tijoratini boshladi. Hamma ish yo'liga tushganda chidamas hukumat shaharlik soda sanoatchilar ma'muriy boshqarish idorasi degan tayyor o'rin ko'z qizardida tuyuqsiz buyruq tushirib, barliq boshqarish huquqini tamoman o'zlari o'tkazib oldi. Hatta Rabia xonimning butun ko'chaning ustini yepish uchun to'lagan pullarini qaytarib bergili unmadi. Faqat emgaklari hisobiga Rabia xonimga shaharlik soda sanoatchilar birlashmasining muavin raisi degan mansabni berganligini uqtirdi. Bu amaliyotda ishxona, ustal, o'rindiqim yo'q, maosh yoki kinishkisim yo'q. Hamdamda bor, hisobda yo'q degandek bir quruq amal edi. Lekin Rabia xonim bu huquqidan to'liq ustalik bilan foydalanib, shahardagi ishsiz Uyg'urlarning, bo'libmi oila ayollarining pul tepib, jon beqishi, qad ko'tarishi uchun tinmay ishildi. Döngörük soda sarayi bitganda, uning eski karvetining o'rniga hal bo'lgan 58-numurlik rasta do'kondan boshqa hech nimasi qolmagan edi.
U bir kuni Ürümçi Janubiy Quvi qirasida bala tijoratchi Sultandin Xon Tangri masjidining qurilishini silayotgan Bingtuan qurilish shirkatining jamoat to'layolmagan 300 ming so'mlik qurilish haqqi uchun masjidning ostingi qavatini do'kon ichish sharti bilan o'tkazib ilib yasayotganligini anglab qoldi. Rabia kishilarni surishtirib tekshiruvdi, jamoat qattiq shikoyat qilishga boshladi. Bu Xitoylar masjidning ostiga do'kon ochsa qandoq bo'ladi? Ertugün bularni tungus go'shtlarini sotmaydi degili bo'lamdi. Bu haqiqatan xalqning manfaatiga va urf-odatiga haqorat keltirgan ish edi, deyishdi basbasda. Rabia xonim muavin raislik salohiyatini ishga silib, masjid oqsoqollarini, tijoratchi boylarni yig'di. Ular bilan maslahatlashdi. Ular nurg'un iqtisodni masjidni bitirib olish uchun iona qilib bo'lganligini, 300 ming so'mni to'layolmagachga Bingtuanning Xitoylarga ostingi qavatni do'kon echishi uchun berib etishga majbur bo'lganligini aytishib hasrat chekishdi. Men bu saroyni qutuldirman. Qanday qilib bo'lmasin? Bingtuan Xitoylarning qo'ldan tortib olaman, dedi Rabia ko'pchilikka. Hukumat bilan tang bo'lg'il bo'lamdi xinim. Bizmi yo'l mingib baqdiq. Pul bo'lmagandan keyin oqtira olmadik, deyishdi ular. Rabia xonim dastlab shahar hukumatning qurilish ishlariga mas'ul muavin boshliqni topdi va xalqning shikoyatini inkos qildi. 300 ming so'm pulinglar bo'lsa qaytarib olsanglar bo'ladi. To'xtamni buzib o'nglashga biz yordamlashamiz, dedi tungan boshliq. Rabia xonim qaytib kelib masjidning ostingi 2 qavat saroy o'rnini ko'zdan kechirib, o'lchab, inchga hisoblab chiqdi. Dönkörekdagi do'kon yasash tajribasi bo'yicha bu yerdan pul topqili bo'ladiganligini, muhimi masjidning ostini Xitoy savdogarlarining qo'lidan tortib olg'ili bo'ladiganligini mo'ljarlab, yuraklik holda o'zining 150 ming so'm pulini chiqarib, hukumat bankasidan yuqori o'simlik 150 ming so'm qarz olib, 300 ming so'm naqd pulni ustal ustiga qo'yib, savdo saroyini Xitoy qurilish shirkatining qo'lidan tortib oldi. Rabia xodimning hisobi bo'yicha bu saroy ichiga pokaylarni yasab, tijoratchilarga ijara berganda yiliga taxminan 100 ming kirim qilg'ili bo'ladi. Saroyning hukumat doiralaridan Rabiyaning qo'liga o'tganligini va buningdan keladigan 100 ming foydani anglagan Xon Tangri masjidining qurilishiga ko'ngil bo'layotgan tijoratchilar chidamaslik qilishga boshladi. Tunilgan tijoratchilardan Abdurim Hoji o'tirg'a chiqib, masjid ostidagi saroyda ayol kishi savdo qilsa nomahram bo'ladi. Namoz vaqtida ayollar savdoga kirsa shariatga to'g'ri kelmaydi, dedi va 300 ming so'mni Rabia xonimga berib saroyni qaytirib oldiganligini uqtirdi. Rabia xonim qilch og'rimidi, aksicha kulib turib, shuncha erkaklar qarab turib masjidning yerimini Xitoyga tortqizib qo'yibsizlar. Men ayol kishi bo'lsam-mu, xalqning dardiga yetib qutqizib oldim. Men shuning o'ziga rozi. Endi nomard qilib ilib olsanglarmi rozi? Faqat yana Xitoyga tortqizib qo'ymasanglarla bo'ldi, dedi. Rabia xonim bankining qarzini 50 ming so'm o'simini yenidan to'lab, 100 ming so'm pulini ilib qaytib ketdi. Chunki saroyni o'tkazib olganlar jazona pulni to'lashni rad qilgan edi. Masjid silinishida cho'ng rol o'ynagan katta tijoratchi Sherib Atxon jamoat oldidilar. Rabia xon masjidimizga egi chiqib, Xitoydan tortib olib, 50 ming so'm ziyon tortib, bir yillig'i 100 ming so'mlik foydadan voz kechib, savdo saroyini Uyg'urlarga qaytirib berib, mard o'g'il boldek ish qildi. Ajrini Alloh berdi, dedi. Rabia xonim yanala xo'shal edi, ammo ichida xap. Urumchida bir do'konga erishmak ajab tasga to'xtadi, ha? Rabia Qodir savdo saroyi degandek, faqat va faqatla o'zimning nomida bir saroy ochmaydigan bo'lsam, deganlarning ko'ngliga pukdi. 3-bölüm Hayat üçün kurash. Tunji qadam. Urumchi shahrining eng avvat yerlik tijorat markazi, Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan janubiy rayonga, ya'ni Xalq teatri va Xon Tangri masjidining Dönkörik savdo saroyigacha bo'lgan orliqqa joylashgan. Bu taraf Uyg'urlarning savdo rayoni bo'lib, Xalq teatridan shimoliy qo'vqicha bo'lgan joylar ko'chman Xitoylarning tijorat rayoni bo'lib shakllangan. Kona Urumchi aslida daryo iqinini bo'ylab makonlashgan, dehqonchilik qiladigan, chorva mol boqadigan hamda qo'l hunarvanchilik va konchilik bilan shug'ullanadigan Uyg'urlarning yurti edi.
O'zlarini Xo'ja avlodlari deb atib olgan Oppoq Xo'ja yig'iligi davrida vayron qilingan bu shahar Uyg'ur ziminlarini birlikka keltirgan Badavlat Yoqubbek shaharini tashlab qochgandan keyin umumyuzlik istilo boshlagan Zuzungtang degan Xitoyning tajovuzchi armiyasi tarafidan ishg'ol qilingan edi. Xitoylarning cheriklari, oila tavobatlari agishib chiqqan xulangzichilar deb atalgan ko'chman yaymichi savdogarlari Urumchining o'ttirsida 4 chasa yerni egilib, sepil yasab, darvoza bekitib, ichiga yerlashib oldi. Ular yaqin zamonlargacha sepilning teshiga chiqmay, kechalari sepil darvozani mahkam taqab, cheriklarni postga qo'yib yashab keldi. Ana shunda qilib, Urumchida kichkina Xitoy shahri shakllandi. Şəhərinin cənubi və qərbi qovuqları ətrafında bolsa, Uyğurlar gül bağçılıq qorularında yaşab gəldi. Keyin kelgan Özbek, Tatar, Tungan qatarlıq musulmon millatlarmı bu rayonga makkallashib başladı. Ana shu janubiy qovuqdan Dönkörükçe bo'lgan joylar ko'chining ikki qasniqiga Roza hojimning, Turdi Axun kichikning, Umar hojimning sarayi degandek 5 giramlik boylarning savdo saroylari, Xotan saroy, Yakan saroy degandek mol tarqitish saroylari, keyinroq bo'lsa O'zbek, Tatar, O'rus savdogarlarining fermalari bino qilinib, xuddi burunqi Ipak bozorining davomi shaklida avod tijorat maydoniga aylandi. Urumchida garchi hukumat ma'lumotida aytilishicha 3-400 ming Uyg'ur yashasa, ammo butun Uyg'ur elidagi 10 necha million Uyg'ur va Qozoq, Tungan, Mo'ng'ul qatorli xalqlar o'zining kerakli ashyolarini mushu bozordan sotib oladi. Yerlik va milliy alohida buyumlardan boshqa yana Xitoy shaharlaridan keladigan ehtiyojli turmush buyumlari, shundaqla sanoat mahsulotlari poyezd orqali Urumchiga keladi va bu yerdan boshqa joylarga tarqaladi. Demak, Urumchi Uyg'urlarning mol tarqitish markazi bo'lib qolmay, atrofdagi nurg'un davlatlar bilan tovar almashtiradigan savdo bozori, ya'ni Ipak yo'lining keyingi tuguni hisoblanadi. Madaniyat inqilobi deb atalgan malmonchilikdan keyin bu bozorning qiymatini va kelgusi istiqbolini eng dastlab mo'ljallagan va tunji bo'lib mablag' silishni planlagan shaxs Robiya Qodir xonim edi. U oldi bilan Uyg'ur va boshqa yerlik xalqlarni jiddiy ehtiyojli buyumlar bilan ta'minlash, shahardagi ishsiz Uyg'ur ayollarni ishga o'rinlashtirish, shuningdek to'p tarqitish yo'li bilan barliq shahar, nohiya, yezlardagi Uyg'urlarni tijorat ishiga boshlash maqsadida Urumchidagi Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonda bir cho'ng savdo bozori ochishni ko'ngliga pukib xeyli harakat qilgan bo'lsa-mu, ammo ikki qitimliq urinish bekorga ketdi hamda ko'p iqtisodiy ziyon soldi. 1986 yili Dönkörük savdo bozori bilan Xontangri savdo saroyi qo'lidan ketgandan keyin Robiya xonim ikkisining o'tirsiga joylashgan ko'cha bo'yidagi tashlandiq hukumat bozoriga nazar tashladi. Zimin boshqarish huquqi shaharlik uy yer boshqarish idorasiga tava bo'lgan bu joyga 1964-yillari shaharlik Ko'ktat shirkati ijaraga elish to'xtami bilan 30-40 do'konlik bir savdo bozori yasagan. Hukumatning go'sht ko'ktat tarqitish do'konlari bir mezgil tijorat qilgan bo'lsa-mu, ta'minot to'xtatilgan. 1966-yildan keyin bu bozor asosan tashlanib qolgan edi. İnsan desmaydigan bu paskina joyini Robiya xonim ko'zdan kechirganda, do'konlarning eshik derazalari cheqilgan. Ko'ktatchilar tashlagan axlatlar chirib dövlünib ketgan. Axloqsiz kishilar qusub, hatto cho'ng kichik tarat qilib qarovsiz holatga keltirib qo'ygan maynatchiliklarni ko'rib, dastlab bir oz ikkilandi. Keyin inchkilab hisoblab chiqdi. U bozorning oldidagi 2 qavatlik bino, orqadagi 30-40 do'kon va o'tirsidagi 2 rat do'konlarni qo'shganda bu yerga 200 ga yaqin tijoratchini o'rinlashtirg'ili bo'ladiganligini, bozorning ichiga cho'ng avtomobil kiralaydigan bo'lg'achqa, mol to'shish, isklot qatorliqlarning ko'p qulay bo'ladiganliklarini mo'ljarlab chiqqandan keyin bu yerni ijaraga elish orqali qo'lga tushirish lozimligini his qildi. Robiya xonim shaharlik uy yer boshqarish idorasiga kirib, uduldagi bu bozorni ijaraga elish muddaosini bildirganda, ular shaharlik Ko'ktat shirkatining ijorini to'lamay qarzga bo'g'ilib ketganligini hamda bu joyni axlatxonaga aylantirib qo'yganligini shikoyat qilgandan keyin yillik haqqini 20 ming so'mdan ijaraga berilganligini aytdi. Robiya xonim vaqtni ching tutib, yenidagi 100 ming so'mni naq oldin topshirib, bu bozorni 5 yillik ijaraga elish to'xtamnomasiga imzo qo'ydi.
Bu bozorning asosli qurilmasini buzmaslik sharti bilan qaytadan yasash, do'konlarga eshik bekitish, ishini zinnatlash, umumyuzlik sirlash, yerni simotlash qatorliq ishleri nurg'un mablag' talab qiladi. Rabia xonim ishchi yollab kecha-kunduz ishlab, yuqoridagi ishlarni tugatib, bozorning oldi va cho'risidan 100 do'kon, 50 botka rasta tayyorlab, bozorning teshiga Rabia Qodir savdo bozori deb viviska osdi. Shu kuni Urumchidagi mo'tvar tijoratchilardan, puldor boylardan Tursun Hoji qatorliq 20 kishini ziyofatga chaqirib, maqsadini bayon qildi. Muhtaram oqsoqollar, savdogarlar, mening mana shundoq cho'ng bir yerda Uyg'urlarning to'p mol tarqitish, parcha setish bozori echish xiyolim bor edi. Bu xiyolim endi amalga oshdigandek turdi. Har qaysinglarning bu haqdagi maslahatini elish uchun bu yerga taklif qildim. Savdogarlar mansitmagan holda boshlarini chayqashdi. Ba'zilari qilcha yuz xotir qilmasdilla, ko'nglidagi o'ylarini so'zlashga boshladi. Oldi bilan xotin kishi beshib turgan ishdan xayri bo'lamdi. Buni bilmaymiz. Ammo bu axlatxonni ming tozg'an bilanmi xalqning nazaridan tushib ketgan joy bo'lg'achqa, xayridor kelishiga ko'zim yetmaydi. Robiya xonim, qo'llari ilishib qolmagandi. Necha 100 ming qo'yni bu axlatxonaga to'pi chashqandek chechib yetiblar. Asta berib doktorga ko'rinib baqslar bo'larmikin? Voy, bu paskin joyga necha yildan beri haroqkashlar tahorat qilg'ili kiratdi. Amdiza savdogar chaqiraman debla. Bu yerga savdogar xaridor tugul, jin shaytonlarmi qo'rqib kelmaydi jumo. Xonim, sizlar yo'q ishqa var bo'lmay, asta o'ylariga berib sidig'ajiga lag'ma etib bersizlar bo'larmikin? Mehmonlar Robiya xonimni ko'ngilsiz bir xil holatda tashlab qo'yib chiqib ketishdi. Ziyofatdan keyin Robiya xonimning hinda qolgan yaqinlari Sidiq hojining bir necha yozuvchi, shoir do'stlari hamda Kashlik gazetining bir nafar tahriri boshqacha maslahat berdi. Hozir Xitoyda bundaq shirkatlarni shaxsning nomi bilan atash texi yo'lga qo'yilmadi. Xalqning moyilligini, keng ayollarni jalb qilish hamda hukumat oldidagi rasmiyatlarni bajarish va gazetlardagi tashviqotlarda foydali bo'lishi uchun hamda 8-mart ayollar ozodligi kunini bozorning nomi qilib 8-mart savdo sarayi deb o'zgartsak qandoq? Robiya xonim to'limi aqlli va tadbirlik edi. U 10 yillar ilgari Shanxayda shaxslarning to'p tartish bozoridan mol setib olgan chaqlarida bundaq bozorni echish, planlash va boshqarish ishlariga diqqat bilan zang silib o'rganishga boshlagan edi. Shaharning boy savdogarlari qo'llasa, sarmoya solsa, do'kon ochsa qandoq qilish, agar qo'llamasa qandoq qilish kerakligini obdan o'ylab planlab qo'ygan edi. Qarab turinglar, dedi Robiya xonim o'ltirganlarga. Men bu bozorni ochman. Bayaqi kurang savdogarlarning hammasi oxirida pullarini akilib menga topshirdi. Atidan boshlab Uyg'ur ayollari bozori savdosini boshlaydi. Bir bozorni mang'izolmasam, butun millatni qandoq qilib yetaklab mengalayman. Atsi bozorning viviskisi almashdi. Robiya xonim shahardagi ishsiz, qiyinchiligi bor ayollardan 30 Uyg'ur ayolni ishga ilish haqida uqtirish tarqatdi. Shu kunila 30 qiz cho'kan kelib tizim qoldirdi. Robiya xonim ularga 70 so'mdan maosh belgilab, do'kon raslarda mol tayyorlab setishga o'rinlashtirdi. Bu chaqda hukumatga ishlayotganlarmu 50-60 so'm maosh elayotgan bo'lg'achqa, yangi ishga tushgan bu qizlar to'liq xo'shal va qizg'in holda ishga kirishib ketdi. Ammo raslarga qaysi mol tizish kerak? Pul bo'lmasa. Robiya Qodir xonim oldi bilan ayollar birlashmasining qo'lishiga erishib, Mahinur Qosim xonimning kepilligi bilan Urumchidagi 1-iyun to'qimachilik fabrikasidan metrini 60 tiyindan 2000 metr. 1 metrini 1 so'm 20 tiyindan 2000 metr bahasi tushirilgan, isklatda besilib qolgan raxtni setib bo'lib pulini berish sharti bilan ilib kelib do'konlarga tarqatdi. Yerlik va har qaysi joylardan kelgan savdogarlar bilan aloqalashib, uylarida va isklatlarida setilmay besib qolgan mollari bo'lsa, savdolashib bahosini tushirib, setib bo'lib, pul topshirishga ko'ndirib, mollarini keldi. Hukumatning shirkat, zavod, magazinlari bilan aloqalashib, yana shundoq besib qolgan raq, yog'liq, kiyim-kechaklarini hujjat yezib berib keldi. Shahar ichidagi paypoq zavodining Birakmal qatoridagi 5000 paypog'ini intayin arzon bahoda nesiga setib ilib keldi. Xizmatchilar mollarni ratildi,
tozaladi, yudi, dasmal soldi. Chiroyli qatlab rastlarga tizib edi, do'konlar molga liq to'ldi. Guangzhoudan kelgan bir savdogar Xitoy bozorda bir quri 15 so'mdan sotilayotgan ikki tog'ar marvoyatni kilolab baholab Robiyaga o'tkazib berdi. Robiya xonim sanab hisoblab edi, bir quri 3 so'mga to'g'ri keldi. 1987-yili 3-oyning 8-kuni, ya'ni Xalqaro ayollar bayrami kuni Robiya Qodir xonimning 8-mart savdo bozorida ochilish murosimi o'tkazildi. Murosimga hukumat, banka, moliya o'rinlarining vakillari, ayollar birlashmasliklar, san'atchilar, jurnalistlar, muxbirlar keldi. Radio va Urumchi Kashlik gazetida udan necha kun e'lon berilgan edi. San'at maktabining taklif qilingan o'qituvchi va o'quvchilarga 3 qurdan marvoyat hadiya qilindi. Shu kuni atiganda bozor qaynab ketdi. O'g'izida nag'rusnay jilindi. U to'xtaganda radio kanidin xaridorlarni bozorga chaqirgan jarangliq ovoz yangrmoqda edi. Bozorga birinchi bo'lib bir divona buvay irim qilib kirdi. Robiya xonim uningga bir qur kiyim bilan 10 so'm pul sadiqa berdi. Buvay rahmat aytib duo qildi. Qo'lidagi 10 so'm pulga 3 qur marvoyi setib olib, ayolini, qizlarini xushal qilish uchun oldirab uyga qaytdi. Xayrilik irimdan keyin 30 nafar mol sotquchi qizning oldida xaridorlar 3 ratga turishga boshladi. Do'konlarda metri 10 so'mlik duxova raxning metri 3 so'mdan, parcha ko'ynaklik raxlarning metri 50 tiyindan sotilayotdi. Robiya xonim 50-60 turlik molning bahosini xaridoriga qarab jonliq tangshab turadi. Xaridori oz raxning bahosini tushirib ziyniga satsa, xaridori ko'p raxning bahosini darhol o'riltib sotadi. Shu kuni Robiya Qodir xonimning bozorini 10 necha ming odam ziyorat qildi. Әдісі әттігенді башлап кәшлік гезет мұхбірінің орынлаштырышы бойынша радио, телевизия, гезетлер bu haqda xabar berdi. Robiya Qodir xonim әттігенlik naşidan keyin 1-iyun to'qimachilik fabrikasining pulini opirib beribdi. Paypoq zavodining hamma pulini to'layapti. To'qimchilik fabrikasining boshlig'i Robiya xonimning bozori haqida suratli xabar besilgan Urumchi Kashlik gazetini qo'lida tutib turib, hech kepil izlamasdilla 100 ming metr raxni 4 avtomobilga besib Robiya xonimga akilib berdi. Paypoq zavodimi 100 ming jum paypoqni yana nesiga berdi. Aradan 3 kun o'tganda atrofdagi bo'sh do'konlarni ijaraga olish uchun savdogarlar bas-basda kelishga boshladi. Robiya xonim 100 do'konning har birini 1000 so'mdan kapolat puli bilan ijaraga berdi. 50 rastini 200 so'mdan zakalat puli bilan ijaraga berdi. Robiya xonim bozor ichilib dastlabki bir oy ichida texi do'kon ijarasini yig'may turib zakalat uchun yig'ilgan 120 ming so'm pul va setib kirim qilgan 200 ming so'm pulni bankaga qo'yib, Xitoyning banka sohasida tunji bo'lib, necha 100 ming so'mlik shaxs hisoblanib tizimga ilindi. Hukumat amaldorlari, Xitoy shirkat boshliqlari, banka, moliya, savdo-sanoat ma'muriy boshqarish idorasi qatorliqlar va muxbirlar Robiya xonimning qanday pul topganligiga hayron bo'lib to'xtamasdan uni ziyorat qiladigan bo'ldi. Shu yili Xitoy hukumati bilan Sovet ittifoqining Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq jumhuriyatlari o'zaro sayohatchilarni almashtirish to'xtamnomasini imzolab, ijro qilishga boshlagan edi. Shuning bilan so'mka tijorati, ya'ni so'mkisidagi sovg'a salomliq mollarini setib, o'rniga yana sovg'a salomliq mol oladigan. Shu xil usulda tijorat qiladigan sayohatchilar Urumchiga kelishga boshladi. Әмді Robiya xonimning bozori davlatlar aro savdolashilgan, mol setib o'rniga mol oladigan, tijoratda Amerika dollari va Rus rublisi g'ashlaydigan cho'ng to'p tarqitish bozori bo'lib shakllanishga boshladi. Bu yerda әмді qadimiy Ipak yo'li savdosining yo'llari ochilmoqda edi. Robiya Qodir xonim 8-mart savdo bozorida 200 ga yaqin savdogarni ishga o'rinlashtirdi. 30 da xizmatchini maosh berib ishlatdi. 1,5 yil ichida Uyg'ur diyorining boshqa yurtlaridagi 1000 ga yaqin tijoratchini mol bilan ta'minladi. Necha ming chet ellik xaridorni kutib oldi. Shunday qilib, Robiya Qodir xonimning tijorat sarmoyasi 1 yilda 3 million so'mga yetib qoldi. Aslidagi Uyg'urlarning qo'ro joylarini tortib olib, zamin egisi bo'lib olgan Urumchi shaharlik Uy yer mulk idorasi 2 yilga yetmagan qisqa vaqt ichida bu yerda piqravotgan million so'mlarni ko'rib, ko'zi qizirib, to'xtamni buzib, bozorni tortib olmoqchi bo'ldi. Robiya xonim ularning boshlig'iga keskin holda: "Xom xiyol qilmanglar. Hozir xalqning oldida mening yuzim sizlarnikidan cho'ng.
To'xtam qonunlarini sizlardan obdarroq bilaman. Bilib qo'yinglar. Men hozir sizlarning idorani setib olgudek iqtidorga ega. Bu savdo saroyini qaytarib ololmaysizlar. Aksicha men bu yerga yana 10 million so'mlik sarmoya silishni o'ylashyapman, dedi. Shunda qilib, bu qatimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qatim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.